yurmayotgan odamlar domlaga bormaydimi, yosin o'qitmaydimi, chilla yosin qildirmaydimi, boshqa ishlarni qildirmaydimi, Ka'bani borib tish bormaydimi? Ota-onani xafa qilgan odam ish yurmaydi. U hatto eng katta badavlat odamni oldida tursa ham, oningki jumhuriyati raisni oldida tursa ham, podshoni oldida tursa ham, u odam hech qachon 1-2 bo'lmaydi, chiriydi kundan kunga. Nega? Alloh men g'azablanaman deyapti. Alloh men noroziman ota-onasini xafa qilgandan deyapti. Shuning uchun ota-onamizga ehtiyot bo'laylik, aqllilik qilib qo'ymaylik, ularga og'ir so'zlar gapirib qo'ymaylik. Alloh taolo bundan xafa bo'ladi. Alloh xafa bo'ldimi, bu dunyoda bandani na bori, na yashashi, na ibodati hech qanday qadr qilmaydi.